Assalomu alaykum aka-ukalar, FAF mashinasidan 8 ta 150 taligini olib tashab, joyiga o'ziday qilib 200 talik gaz ballonlar qo'yib beryapmiz. Mustahkam qilib, karsinka berib svarkalab, har bittasiga orqa taraflari ustidagi ashibkalariga bolt svarkalayapmiz, 13 svarka qilib chiqarib qo'yapmiz. Tashqaridan qo'tiramiz. Kimga ballon qo'shish xizmati, 100% metan qo'shish xizmati kerak bo'lsa, ekranda nomerlar qoldirganmiz. Batafsil ma'lumot va narx-navolar bilishingiz mumkin.